Okeylar, yaxshimisiz, tushunmisizlar? Sizlar bilan yana Isus kanali. Xullas bolalar, bugun biz juda ham bir ko'pchilik kutgan video dacha o'zimdan ham so'rashardi bolalar. Birinchi o'rinda qaranglar, bu video uchun juda ham bir yaxshilab ko'rdim. Mana qidirdim. Keyin bolalar, endi zo'r emas, amallab ozgina ma'lumotlar topishga harakat qildim. Ozgina ma'lumotlar o'zimdan qo'shaman. Bolalar, video boshlanishidan oldin yana bitta narsani so'rab qo'ygan bo'lardim. 70% odam bez podpiska, ya'ni obunasi ko'ryapti. Shu uchun bolalar, hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar, nimaga like, obuna, kommentariyada omad yoki nimadir so'z yozish esdan chiqmasin, kommentariylar nasriyani ko'tarib zo'r kommentariylar yozasizlar. Xullas bolalar, bugungi videomizda Tekkenga game olish bolalar. Bu videoni juda ham bir ko'p kutgandirsizlar. Xo'p, kelinglar, Tekkenga game olishi juda ham bir har xil yo'llari bor. Ya'ni pul bermasdan turib game olasizlar. Xo'p bolalar, kelinglar birinchi nimadan boshlaymiz? Tekkenga game olish qanaqa? Bolalar, hozir bilasizlar, juda ham ko'p turnirlar ketyapti. Masalan, bilasizlar, Monster Gaming yoki endi o'zim ham 30 gamelik turnir qildim. Monster Gaming har xil 170 yoki 80 gamelik turnir ham qildilar. Xullas bolalar, turnirlar mana shunaqa ketyapti. Ya'ni 80-60 gamelik. Masalan, Monster Gamingniki qanaqa? U komandali bo'ldi. Endi komandalikda mayli bolalar, komandali yo'q bo'ladigan bo'lsa, endi baribir bolalar yutishayli 80 game Tekkenga o'zingizga tushirib olar deydi. Keyingisi faqat bratimiz ham juda ham ko'p qilib turibdilar 30 gamelik turnirlar. Shu uchun bolalar ular 10 ta odamga qilib turib qoladilar, bittada o'tib ketadi. Shu uchun bolalar aynan o'sha paytda game ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bolalar, hozir sizlarda nima savol bo'lishi mumkin? Ya'ni men jaz pro emasman, bu tromanku deyishingiz mumkin. Shu uchun bolalar, orada rasmlar chiqadi ekranda. Xullas bolalar, bilasizlar, bloger, ya'ni rus blogerlarni. Endi men faqatgina Holding kuzataman. Telegram kanalida borman. Shu uchun bolalar, Holding hozir 3-4 talab turnir qilyapti. Qanaqa u? Holdingga reklamaga chiqishyapti. Kanallar o'zini nima bo'ladi? Ishonchi bor bo'lgan kanallar chiqib 30 gamelik, har kuni darajada 30 gamelik turnir qilayotganlar ham bor. Bolalar, shunaqalarga kirib olsanglar, bemalol Tekkenga game ishlashingiz bo'ladi. Mumkin bo'ladi. Bolalar, hozir men sizlarga o'rgatayotgan uslublar rostdan ham ertaga o'xshaydigan narsalar. Men sizlarga ko'ttiringlar, undoq qilinglar deb aldab o'tirmayman. Qanaqa bir rostdan ham game ishlasa bo'ladi, qatdan olsa bo'ladi, polni hamma narsani obzor qilib o'tib ketaman. Bolalar, Zefir's kanal kommentariyada qoldirib ketaman. Obuna bo'lib, like-ni bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'p, endi bolalar, bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Ko'rib turganingizda, menda gamelar narxini ko'rsatmaydi. Play Marketdan regionni o'zgartirib qo'yganman. Qaranglar, gamelar narxi bilasizlar, 30 game 20 Brawl Stars bo'lsa 23 ming, 22 ming narxi o'ynaydi. Brawl Starsda ham ko'raman har doim. Shu uchun bolalar, agarda masalan bu uslub bilan masalan men videomni ko'rdinglar, mana shu Holding juda hammasini tushuntirdim. Shunda ham bolalar, mayli pulim bor deyapsizlar. Nima? Xo'p, kelinglar, men sizlarga bitta narsani o'rgataman bolalar. Hozir bilasizlar, har xil donatsiyalar ham bor. Agarda sizlar game narxini 22 ming yoki shunaqadan olmoqchi bo'lmasanglar, bolalar, rus youtuberlar qanaqa? Kirasizlar poiskda kupить дешевый game deysizlar, videolarni ko'rsanglar, bolalar, polni o'shatda game sotib olish, har xil yana Visa karta orqali tashlash mashqlarni o'rgatishadi. Bolalar, 2000 ga adashmasam O'zbekistonda donatorlar 980 ming so'm, u yoqda 560 ming. 2000 ga
rostdan ham halol ekan. Bitta bola tekshirib isbotlab berdi. Shu uchun bolalar o'zingiz kirib o'sha yerda videoda bitta bola bor, polni hamma narsani ko'rsatib beradigan. Kirib bemalol sotib olishingiz mumkin. Bola, men sizlarga hozir qanaqa tekinga game ishlash, polni mashg'ullarni ham o'rgatdim. Xudo xohlasa, menimcha Brawl Stars bilmay yaqin kunlarda yana game sovg'a qilishi mumkin. Uni bilmayman, lekin endi ikkita mana shunaqa deyishyapti. Xullas bolalar, mana nima desa bo'ladi? Game, menimcha gamelarni yig'asizlar-ku, masalan. Bu yerdan ham bemalol game yig'sanglar, o'zingizga juda ham bir foyda bo'ladi. Mana bemalol game yig'ib, bemalol skin yoki Brawl Pass ochsanglar bo'ladi. Bolalar, hozir sizlarga videoga o'zi bu narsani videoda qo'ymoqchi emasdim. Qarasam chiqib qoldi. Shu narsani bitta ko'rsataman dedim. Bo'ldi. Mana qaranglar, mana skinni. Kovarni Mortis 99 game, 149 game turadigan skin. 99 game bo'lganda olardim, bo'ldi, serios gap. Menda 38 game bor. Xullas bolalar, men sizlarga temaga o'tadigan bo'lsak, men sizlarga polni tekinga olish yo'llarini o'rgatdim. Keyin bolalar o'zi bitta ikkita yana YouTube'da bolalar poishga yozasizlar. Заработать game yoki rozgrish game'mi mana shunaqalar yozsanglar, o'zi Google orqali переводda tekinga game olish mana shunaqalar deb ruschasiga перевод qilib o'zingizga YouTube'ga yozsanglar, bolalar o'sha yerda har xil rozgrishlar chiqib keladi. Ko'ringlar yaxshilab shu blogerni, ishonchlimi, ko'rgandan keyin ruletka bilasizlar, kurukli baraban, katta baraban bo'ladi, shu aylantirsa nechadir game tushsa tashlab beradi, bolalar. Shunaqalar ham bor. Prosta men sizlarga nimasi bor? Prosta men ularni tekshira olmaganligim uchun, chunki tez kirolmay videodan chiqolmay mana shunaqa qilib bolalar topganim aytaman. Prosta men hozir topgan birinchida aytgan narsa hammasi o'xshaydigan to'g'ri narsalar. Keyin bolalar rus youtuberlarini ham kuzatib, o'sha yerdan ham bolalar rozgrishlarda qatnashsanglar, shu endi baribir o'zingiz uchun qanaqadir foiz bo'ladi degan umiddaman. Game ham qanaqa qilib arzon olishlar hammasi bor. Bolalar, Razbro donat serveriga o'tib bemalol donat qilishingiz mumkin. Arzon narxlarda, hammasi halol. Reklama ketish kerak, xullas bolalar. Keyin mana shu videoning oxiri, keyin introni ko'rgan bo'lsangiz kerak, ya'ni videoda boshida intro deyiladi. O'zgartirildi bolalar. Buni yasadim 2 soatlab, qiyin bo'ldi juda ham, chunki videoni topish, har bitta joyini kesish, qilish, keyin fontida bilasizlar, mayda-chuyda ishlari bor, shu uchun amallab qildim. Bolalar, hozir nima birinchi o'rinda haytinglar bilan tabriklayman. Ikkinchi o'rinda bolalar video tugayapti. Endi bu joyni bemalol chiqib ketishingiz mumkin yoki bolalar kanalimizga obuna bo'lib ko'rayotganlar foizi 70%. Bu narsa bilmayman, juda ham kam obunasi ko'p adashib ketdim. Ko'p obunasi ko'rayotganlar, ya'ni agar obuna bo'lishganda 4000-5000 ga chiqib olardim. Bolalar, sizlardan faqatgina podpiska, ya'ni obuna. Xudo xohlasa mana shu videodan keyin bolalar 1300 ga chiqib qolamiz degan umiddaman, chunki podpiska yaxshi kelyapti. O'tgan galgi videomizdan 40 ta podpiska ketdi. Endi bu videodan 50 ta kela oldim. 40 ta ham qanaqa bolalar? Videoni o'zidan aniq qancha kelganini YouTube ko'rsatmayapti. Masalan, prosta kirganlar bor yoki ikkinchi akkauntdan bosib qo'yganlar bor. Bolalar, videoga like bossanglar, video tez tarqaladi. Bolalar, sizlardan yana bittani so'rayman. Agar sizlarning ikkinchi akkauntingiz bo'lsa YouTube'da, shundan podpiska tashlab, mana okey, ikkinchi akkauntimdan tashlab qo'ydim. Ismim manaqa, o'zimdan salom yoki isminglar yoztirib, mana shundan salom deylar, bolalar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Sizlar bilan Isus kanali bo'ldi. Hammaga xayr, bolalar, sog' bo'linglar.